kaltıpanlık qilib, lashkarlarni behuda talafotga uchratsa, Qashqarni saqlab qolmoq tasga to'xtaydi. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uni to'simaq kerak. Yomoniga kelsa, Mirza Ulug'bek oliylarining yorliqini pash qilarman. Xudo. Lashkariy huquqni o'ngchi bermagandan keyin nima qilar edim Qashqarga kelib? Xap. Pir Muhammad yeni. Hay Pir Muhammad yeni. 100 nafar xos nökrini agashtirib, Amir mahkamasidan chiqqan Xo'ja Sharif Qashqariyning 200-300 qadam mangmayla birdilla yuragi ombirda qisqandek sirqirab, put qo'lida jon qolmadi. Uning yerdan o'nib chiqqandekli paydo bo'lib oldini to'sib olgan Yoqub polvon boshchiligidagi 100 dan ortiq Mo'g'uliston nökarlariga tikilgan ko'zlari choniqidan chiqib ketgudek chekchaydi. Ya Xudo, nima karomat bu? Meni tushimda qor bosmayotgandi, ha? Ay, Xo'ja Sharif degan mal'un, chiroyliqcha otdan cho'sh. Yoqub polvonning ovozi Xo'ja Sharif Qashqariyga xuddi ochiq osmonda chaqmoq chiqib, havo guldirligandek ta'sir qildi. A'zoyini purrida qori tar bosdi. Tonglaylari qurib, tili gapga kelmadi. Biz faqat munofiq Amir Xo'ja Sharifni tutamiz. Qarshilik ko'rsatmasanglar, gunohinglarni surishtirmaymiz. Chiroyliqcha qurol tashlab taslim bo'linglar. Hozir shahar butunlay xonlashganlarning ilkida. Dedi Yoqub polvon Xo'ja Sharifning nökarlariga qarab. Amirning qattiq o'diqib ketganini ko'rgan nökarlar allaqachon aloqsada bo'lishib, jon qayg'usida qolgan edi. Ularning yolg'on va'dasiga ishonmanglar, dedi Xo'ja Sharif Qashqariy nökarlariga yelinish nazari bilan qarab. Shahardagi qo'ldan ketgani yo'q. Chaqqan bo'linglar, ularni jahannamga uztayli. Xo'ja Sharif Qashqariyning buyrug'i shu peta qoldi. Uning gaplari nökarlarning qulqiga kirmaganda qiladi. Ular bir pas turib olgandan keyin xuddi maslahatlashib olgandek otdan tangli tushdida qurollarini tashlashdi. Bu nökarlarning hammasi Qashqarlik yigitlar bo'lib, Xo'ja Sharif Qashqarga kelgandan keyin ularni tanlab o'ziga xos nökar qilib olgan edi. Buyrug'ining oqmaganligini ko'rgan Xo'ja Sharif ojiz bir umidning turtkisida etining beshini orqaga burab qamchi soldi. Lekin u o'qdek etilib kelgan Yoqub polvonning nökarlarining qo'lidan qechib qutula olmadi. Yigitlar uni bir tartibla otdan tushirdi-da, qimir qilolmog'idek darajada bog'lavatdi. Sizlarga ijozat, dedi Yoqub polvon texchili tashvish ilkida turgan Xo'ja Sharifning nökarlariga qarab. Katsanglarmi mayli, bizga qo'shilsanglarmi mayli? Sizlarga nökar bo'lg'imiz bor sarkarda, deyishdi ular. Amisi yuringlar, dedi Yoqub polvon. Lashkarga xabarimiz. Subihi asta oqarib, Qashqar yangi bir tongni kutib olmoqda edi. Lashkargohda qopsilib qolgan Samarqand lashkarlari texcha Amir lashkar Pir Muhammad Barlas bilan Xo'ja Sharif Qashqariydan xabar bo'lmag'achqa, yo hujumga o'tishni, yo lashkargohni saqlab yetaverishni bilolmay gangirab qilishgan edi. Sarkardalar bir-birining maslahatiga ko'nmaydi. Hech kimning buyrug'ini anglamaydi. Vujudini umidsizlik, tashvish, vahima chulg'ib olgan edi. Lashkargoh ichidagilar, xulqinglarni dim tutib anglanglar. Ogoh va dono bo'linglarki, qurol tashlab taslim bo'lsanglar, o'limdan qutulib qolasizlar. Amir Xo'ja Sharif bilan Amir lashkar Pir Muhammad Barlas allaqachon bizning qo'limizga tushib bo'ldi. Lashkargoh darvozasining ustidagi kuzatxonaga chiqib olgan sarkarda sarvozlar Said Ali Olibning ogohlantirishiga ancha ishonmagandek qiladi. Atrofni qatma-qat qo'rishib olgan
alpozidan hozirli lashkargohning kulini ko'k so'raydigandek turishgan Mo'g'uliston lashkarlariga tikilgan ko'zlari tashvishlik edi. Mo'g'uliston lashkarlarining orqasidagi davrab turgan minglagan avom shu topda ularga necha tuman lashkarning qo'rshovida qolgandek tuyg'u bergan edi. Undaq bo'lsa, bizga Amir Xo'ja Sharif Kashg'ariy bilan Amir Lashkar Pir Muhammad Barlas sharaflarini ko'rsatsizlar, dedi Samarqand lashkarlari. Sayyid Ali Olibning ishorati bilan sarkardalar to'pining orasidan mahkam bog'langan Xo'ja Sharif bilan Pir Muhammad Barlasni ishtirib chiqarib tizlandurdi. Sayyid Ali Olibning lashkargoh ichida qopsilib qolgan yov lashkarlari bilan jang qilg'usi yo'q edi. İmkon bor ularni urushsiz asirga elishni ko'ngliga pukkan edi. Chunki jang bo'lib qolsa, hayot qilishdan umidi uzilgan Samarqand lashkarlarimi homini bir o'lim deb bo'sh kelmaydi-da, har ikki tarafdan qon to'kiladi. Hatto shahar aholisimi bu qirg'inchilikning vabolig'i ketadi. Shunga u qo'rshovda qolgan sarkardalarning yuragiga hujum qilyotdi. Amdug'o ishongansizlar, dedi Sayyid Ali Olib ularga mag'rur qarab. Hayot qalay desanglar, darhol qurol tashlanglar. Agar qurol tashlamasak-chi? So'radi bir sarkarda. Qurol tashlamasanglar, oqibatinglar mana bundoq bo'ladi. Sayyid Ali Olib shundoq degenicha oldida tizinib turgan Pir Muhammad Barlasning beshiga zarb bilan qilich chopdi. Bo'ynidan cho'rtli uzilib tushgan bosh do'milab berib to'pig'i melinib to'xtadi. Munar ustidagi sarkardalarning yuragi sirqiradi. Xo'ja Sharif Kashg'ariyning chiroyida bo'lsa qon qilmagan edi. Yana so'raydigan gapinglar bormi? Varqiradi Sayyid Ali Olib ko'zlarini chekchaytib. Kuzatxonadagi sarkardalar nima deb javob berishini bilolmay turib qolishgan edi. Rostilla bizga hayot yo'li beramdilar. Sizlarga qandoq ishimiz? Sayyid Ali Olib javob berib bo'lg'icha Xo'ja Sharif Kashg'ariy kuzatxonadagi sarkardalarga qarab varqiradi. Hargiz qurol tashlamanglar. Amir sizlarni aldayotdi. Og'zingni yum mal'un. Qattiq g'azablangan Sayyid Ali Olib bir qilich bilan Xo'ja Sharif Kashg'ariyning beshini uzib tashladi-da, qon to'lgan ko'zlarini kuzatxona ustidagi sarkardalarga tikdi. Mening sabr toqatim chaklik. Darhol javob beringlar. Qurol tashlamsizlar yo'q. Sizlar bilan sulh qilib o'ltirmayman. Ammo gapimga gunohinglarni tilasanglar, omon qolasizlar. Qurol tashlayli. Deyishdi, ikki amirning kallasidan ayrilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan sarkardalar umidsizlik bilan. Amsa qurol tashlab, darvozadan bir-birlab chiqinglar. Sarkardalar ruhi tushgan holda kuzatxona ustidan ayrilishdi. Bir necha daqiqadan keyin lashkargohning temir darvozasi nolilik g'ijirlab ochildi. Avval sarkardalar, ondin sarvozlar, lashkarlar bir-birlab chiqishga boshladi. Mo'g'uliston lashkarlari ularni udulluq bog'ladi. Qurolsizlangan Samarqand lashkarlari ana o'sha yo'sinda tushga yaqin lashkargohdan butunlay chiqib bo'ldi. Shahar aholisining uylaridan yig'ib kelgan shuncha ko'p arg'amchi tanalar ularni bog'lashga yetishmay qoldi. Sayyid Ali Olib va'dasida turib ularni o'ldirmadi. 5000 lashkarni ayirib o'z lashkarlariga qo'shib oldi. Qolganlarni har 100 odamni bir tanab qilib bog'lab, lashkarlarning nazoratida u tarpi Xotan, Yarkand, Oltuntog', Charchan, Lop, bu tarpi Oqsuv, Boy, Uch,
Kuchar, Ko'nchi, Turpan, Qumul va Ili vodillariga yo'lga soldi. Va bu yurtlarning amirlariga asirlarni avval bir mazgil eg'ir emgak selib, ondan lashkarlari orasiga qo'shib olish xususida farmon avatdi. Shundoq qilib Qashqar Buyuk Mo'g'uliston elining tasarrufiga qaytadan o'tdi. Xotin bolalarini Oqsudan Qashqarga keltirib olgan Said Ali olib, Turpanga qaytishga oldirmadi. O'rdaga g'albidan ma'lumot yo'lladi. Va Sulton Eson Bug'axondan Qashqarda bir mazgil turishga ijozat so'radi. U Mirza Ulug'begning qaytadan lashkar tortishidan ansirab, Qashqarda bir mazgil turish qaroriga kelgan edi. Asyodi rasadxonani tezroq bitkizishda qolgan Mirza Ulug'beg Qashqarning qo'ldan ketganligini, Xo'ja Sharif Qashqari bilan Pir Muhammad Barlasning o'ldirilib, bir tumandan ortiq lashkarlarining butunlay asirga elinganligidan xabar tepib, Qashqardan burunroq voz kechmaganiga o'kindi. Bir qism amirlarning lashkar tortib berib, Qashqarni qaytadan qo'lga elish taklifiga qiziqmadi. Shundoq qilib, Buyuk Mo'g'uliston eliga qaytadan tinchlik, xotirjamlik yuzlandi. Milodiya 1442-yili. Qish. 2 kundan beri to'xtamay yig'ayotgan qor Turpan shahrini boshqacha muzlatib o'tgan edi. Uning aksicha lashkari divonning o'rinbosar amiri Mirza Temur Buqubegning qasri boshqacha qizib ketgan edi. Temur Buqubegning shohmishindan qilishmog'idek cho'nglikda yosilib, hashamatlik bezalgan mehmonxonasining to'rida Sulton Eson Bug'axon o'ltiratdi. Xon texi amdili 21-22 yoshlarning qarsini olgan bo'lsa-mu, yeshig'i mos kelmagan holda qo'rsoq selib, samirib qolgan edi. Boshqa amirlar xon bilan 3 qadam oraliq qoldirib, martabalari bo'yicha dasturxonni cho'ridab o'rin elishgan edi. Xonning oldiga ayrim, amirlarga ayrim dasturxon selingan edi. Har 2 dasturxonga bu iqlimdan tepiladigan turli nozik ne'matlar tizilgan bo'lib, piyola qo'yg'idekmi bo'sh o'rin qolmagan edi. Tago tarafdan o'rin elishgan sozandalar dop, dutar, tambur, g'ijak, qolun qatorliq sozlarni tankash qilib, turpan naqshlarini o'rindavatdi. Barliq amirlarning chehrida cheksiz bir xushomat jilva qiladi. Temur Buqubey dasturxondagi ne'matlarni pat-pat almashtirg'izib, Eson Bug'axonni dasturxonga yangi keltirilgan ne'matlardan tetib beqishga taklif qilib turadi. O'rda amirlarning hammasi degidek jam bo'lgan bu so'rinda Ulus begi Mir Muhammad Shoh bilan Qori divon amiri Supurgi Mirza ko'rinmaydi. 2 yildan beri saltanat ishlarini mustaqil bejirishga boshlagan Sulton Eson Bug'axon kunlarini bazma, sharob, barovat bilan o'tkazadi. Har xil usullar bilan uni olqiniga elib olgan amirlar ashundoq yomon o'gitib qo'ygan edi. Eson Bug'axon taxtda o'ltirgan dastlabki yillarda buvisi Ulus begi Mir Muhammad Shohdan xeyli tap tortib yurdi. Mo'misi Sulton xotunni pat-pat yo'qlab berib, nasihatlarini jim turib angladi. Saltanat ishlarini Qori divon amiri Supurgi Mirzaning maslahati bilan bejirdi. Qashqarda uzunroq turib qolgan Amir Kabir Said Ali Olibni pat-pat eslab turdi. Lekin bundaq ahvol ancha uzoq davomlashmadi. Balog'atga yetib yoshlik mavsumiga qadam qo'ygan Eson Bug'axon
atrofini qatma-qat o'rib olgan xushomadchi amirlarning qo'rshovidan qutulolmaydi. Bu amirlar yosh xonga yaxshi ko'rinish, ishonchini qo'lga keltirish, mansab martabasini o'stirish ko'yida qo'lidan keladigan xushomadlarning hammasini qildi. Uni sharobga, bazmiga, aysh-ishratga o'rgatdi. İsan Buğaxan bara-bara bu amirlardan ayrılolmaydigan. Ular qayoqqa başlasa shu yoqqa mangdigan bo'ldi. Og'riqchan buvisi Ulusbegi Mir Muhammad Shohni ancha hurmat qilmaydigan. Qari divan amiri Supurgi Mirzining maslahatlariga quloq solmaydigan. Mo'misi Sulton xotini yo'qlab bormaydigan. Sulton xotin o'rdiga kelsa-mu, yo'qlang bahona sabablarni ko'rsatib ko'rishmaydigan bo'lib oldi. Qashqardagi Sayyid Ali Olibni bo'lsa, butunlay esidan chiqardi. Ana o'sha xushomadchi amirlarning beshi Temur Buqubay edi. Ular Amir Kabir Sayyid Ali Olibning o'rdiga qaytib kelishidan qattiq ansiraydi. Uning Qashqardan qaytib kelishining oldini olish uchun turli hiyla nayranglarni o'ydirib chiqaratdi. İsan Buğaxonga Oqsu, Qashqar, Yarkent, Xotan viloyatlarida tafriqchilik paydo bo'lganligi haqida yolg'on ma'lumot yo'llab, Sayyid Ali Olibning Qashqarda yana bir mazgil turishini tavsiya qiladi. İsan Buğaxon bo'lsa, bu amirlarning har qanday ma'lumotiga ishonadi. Xon bu qitimmo ularning maslahatiga kirib, Sayyid Ali Olibni o'rdiga qaytirib kelish xiyolidan yoltaydi-da, yangidan Mang'ay suya amir mahkamasi ta'sis qilib, Sayyid Ali Olibni Mang'ay suyaning bosh amirligiga tayinlab yorliq tushirdi. Shuning bilan Sayyid Ali Olibning o'rdiga qaytib kelish yo'li butunlay uzildi. Uning sizmi Xotan, Charchan va Oltuntog' vodisida bir necha qitim to'polon yuz berganligi uchun Sayyid Ali Olib o'sha to'polonni tinchitish bilan bo'lib ketgan edi. Temur Buqubay boshchiligidagi xushomadchi amirlar bo'lsa, Sayyid Ali Olibga o'rdidagi ishlarni ko'ptirib ma'lumot yo'llaydi. Xondan, o'rdidan, saltanatdan xotirjam bo'lishni tavsiya qiladi. Supurgi Mirzo Sulton İsan Buğaxonning burunqidek maslahatiga kirmaydigan bo'lib olganligini, ha desa amirlar bilan bazmi uyushtirib, sharobbozlikqa, aysh-ishratga berilib ketganligini, saltanat ishlarining tashlanib qolganligini aytib, Sayyid Ali Olibga maktub yo'lladi. Sayyid Ali Olib bu xususda qiyni onasi Sulton xotindanmi, tog'isi Mir Muhammad Shohdanmi maktub topshirib olgan edi. Ammo Sulton İsan Buğaxon hozir bola emas. Cho'p-cho'ng yigit bo'lib qoldi. Saltanat ishlarini o'z oldiga bir taraf qilg'uvchiligi bor. Balkim ular xon oliylarini hozirgacha bola chaqlab qolgan. Bir qism maslahat, tavsiyalar qabul qilinmasa, o'zlarini e'tiborga ilinmagandek to'yg'iga kelib qilib, ranjib qolgan bo'lishi mumkin. Xon oliylarining Temur Buqubay qatorliq cho'ng kichik amirlarni e'tiborligini, o'rda ishlarini ular bilan maslahatlashib qilgani bu yaxshi ahvol. Temur Buqubay marhum Sulton Uvays xon oliylari hayot vaqtida bir qancha qitimliq janglarga qatnashgan to'hbikor sarkarda. Uning sadoqatidan gumonlanish hojatsiz. Xon degan amirlar bilan ancha-muncha sharobbozlik qilib, bazmi barobat qilsa, ayblab ketishning hojati yo'q. Jannat makon Sulton Uvays xon oliylarimi shunday qiladi. Yoshlarning undoq-mundoq xo'y mijozi bo'ladi. Sukut qilmoq kerak. deganlarni xiyolidan o'tkazib, ancha e'tibor qilib ketmadi. Ancha muncha tizginini tortib turadigan odam bo'lmag'achqa,
Sultan Eson Bug'axon intayin bosh-boshdoq bo'lib ketgan edi. Har kuni atigalik qo'bulg'a e'tiborsiz qaraydi. Ko'pincha hollarda qo'bulg'a chiqmaydi. Shohnishinga salomga kelgan amirlar uni biror osh pishim saqlab beqib, yana o'zligidan tarqab ketishadi. Qori divan amiri Supurgi Mirzo botnab yetib olganligi uchun har qaysi viloyat yurt amirlaridan kelgan turli xususdagi ma'lumotlar do'linib ketgan edi. Bu ma'lumotlarni o'qib, muhimlarini xonga yo'llab beradigan odam yo'q edi. Keyingi vaqtlarda Sultan Eson Bug'axon Supurgi Mirzoni butunlay esidan chiqardi. Uning o'rniga Temur Buqi Bagni Qori divanning amirligiga, qo'shimcha lashkariy divanning o'rin bosarligiga tayinladi. Lashkariy divanning amiri Said Ali olib o'rdida bo'lmaganligi uchun o'rdidagi muhim ichki divanning huquqini qo'liga ilib olgan Temur Buqi Bagning qilg'ini qilgan, atgini atgan edi. O'z yaqinlarini turli mansablarga tayinlaydi. Chiriklik, parxo'rlik avj olgan edi. Bir qism amirlar buningdan norozi bo'lsa-mu, lekin dardini ichiga yutishga majbur edi. Temur Buqi Bag Sultan Eson Bug'axonning eng ishonchlik, eng e'tiborlik odamiga aylangan edi. Temur Buqi Bagning qasrda o'tkazilayotgan bugungi bu bazmimi ana shu oyig'i chiqmas sharobbozlikning davomi edi. Sultan Eson Bug'axon sharobga shunchalik berilib ketgan ediki, uxlagandan boshqa vaqtlarini sharobsiz o'tkazmaydi. Xondan tortib amirlargacha kunda mast yuratdi. Adolat panoh sohib Qur'onimizning shoh o'rdisi Davron sardorlarining sajdigoyidir. Dedi sharob ta'siridan hayajonlangan Temur Buqi Bag Eson Bug'axonga xushomad go'ylik bilan egilib turib, har qandoq bosh ul shavkatlik dargohga o'z oyig'i bilan sajda qilmasa, bizlar kim sadoqatman navkarlari ularni sajda qilg'izg'aymiz. Adolat panohimiz taxtda o'ltirib, saltanat tizginni qo'liga olgandan beri aba ajdodlari bo'lmish marhum Shir Muhammadxon, Jannat makon Sulton Uvaysxon oliylari vujudga chiqarolmagan ishni vujudga chiqarib, Qashqarni tasarrufimizga qaytadan kirgizdi. Bu azaldan ko'rilib boqmagan katta bahodirlikdir. Ushbu sababdan Mavara Unnayr hukmdori Mirzo Ulug'bekmi tasarrufimiz tarafga qarashga petin olmaydigan bo'lib qoldi. Jahon bahodirlarining pir ustozi Ali Shoyi Mardonning shoni shavkutimi har qancha bo'lsa shunchalik bo'lardi. Qiblagoyimizga texmi behisob shoni shavkatlarning nisb bo'lishini tilab, bir qadah ichishga taklif qilaman. Temur Buqi Bagning chekdan oshgan xushomatini yoqtirmagan Turpan shahrining hokimi, qo'shimcha Ostona muhofazat qo'shinining sarkardasi Mir Karim Bardibay chiroyini purishtirgunicha ta'tir qarab oldi. Sharob ta'siridan ikki mag'zi xo'rozning tojidek qizirib ketgan Sultan Eson Bug'axonning ko'zlarida kuchlik mag'rurlik balqiydi. U liq-miliq sharob quyilgan oltin jamni qo'liga oldi. Janobi amirlarning hamdamda bo'lishi bilan saltanat tizginimiz kundan kunga ro'naq topdi. Yiroq yaqindagi muxoliflarimiz taxtigoyimizga ko'z tikib qaray olmas bo'ldi. Har birlarining bir niyatda hamkorlashib, sadoqatmanlik bilan tirishchilik ko'rsatishlarini umid qilaman. Qani, hammaylan bir qadahdan ichayli. Qiblagoyimiz marhamatlidir. Amirlar beliq ko'zi qilib sharob quyilgan qadahlarini bir ko'tiribla og'izlariga o'ngtirishdi. Qoshteshi jamdagi sharobni bir ko'tiribla ichivatgan Temur Buqi Bag topsida qo'l bog'lab turgan xo'jadarga qarab varqiradi.
Eliq soğuqatni ilib kirsinlar. Xo'jidor hayal o'tmay, yepak ro'molga o'ralgan 4 chasi bir narsani patnusning ustiga qo'yib ilib kirdi-da, pan bilan Temir Buqibekka qo'sh qo'llab sunib berdi. Temir Buqibek yepak ro'molni avaylab yechdi. Yepak ro'molga qandoq narsaning o'ralganligiga qiziqqan amirlar uning shaxmat taxtasi ekanligini ko'rib, odatdagi bir narsa ekan-ku deganni qilib, nazarni boshqa tarafga og'dirishdi. Sulton Eson Bug'axonmi shaxmatga mundaqli qarab qo'ydi. Turqidan ancha qiziqmagandek qiladi. Chunki uning o'rdisida har xil shaxmatlar bor edi. U shaxmat o'ynashga herisman edi. Bu shaxmatni kuzda Hindi savdogardan setib olgan edim. Dedi shaxmatga xonning ancha diqqati tushmaganligini his qilgan Temir Buqibek tushundirib. Bu odatdagi shaxmatga o'xshamaydi. Taxtiyi, uruqlari pil tishidan yasalgan shahoni bo'yim. Hindi savdogarning deyishicha, bu shaxmatning jo'risi Hindiston sultonining o'rdisi demiş. Temir Buqibekning so'zlari Sulton Eson Bug'axonga tezla ta'sir qildi. Apkelsizlar, ko'rib baqay. Dedi u shaxmatga qo'lini uzatib. Temir Buqibek chapdastlik bilan shaxmatni xonga uzatdi-da, dasturxondagi piyola taqsilarni bir yonga surib, shaxmat qo'yg'idek joy hozirladi. Shaxmat haqiqatan nafs yasalgan edi. Uningga maftun bo'lib qolgan Sulton Eson Bug'axon shaxmat urug'chilarini bir taldan elib ko'rdi. Haqiqatan oz uchraydigan go'har ekan, dedi u hayajonlangan holda. Oliylariga manzur kelgan bo'lsa, o'zimni intoyin baxtli hisoblagan bo'lar edim. Dedi Temir Buqibek. Bilmadim. Oliylari bu sovg'atimni qabul qilarmikin? Qabul qildim. Dedi Eson Bug'axon mamnunlik bilan. Afsus. Aranglarda tuzuk bir shaxmat ustalari yo'q-da. Mushundaq ko'ngillik bazmida bundaq esil shaxmatni biror qo'l o'ynab qo'ysak, texmi ko'ngillik bo'ladi. Temir Buqibekning mushundaq paytni tanlab Sulton Eson Bug'axonga shaxmat sovg'a qilishida ko'ngliga pukkan muddaosi bor edi. Shu topda Eson Bug'axon uning ko'nglidagi gapni davatdi. Rost aydilar oliylari. Dedi Temir Buqibek xonni shaxmat o'ynashga texmi qiziq turib. Afsus, shaxmat o'ynashda hech qaysimiz oliylariga tangdosh bo'la olmaymiz. Ari, dedi boshqa amirlarmi xushomadgo'ylik bilan. Eson Bug'axon o'zi bilan shaxmat o'ynagan har qanday amirning qasdan uttirib beradiganligini taqatli bilmaydi. Ha desila, ularni shaxmat o'ynashni bilmaysizlar deb ayblaydi. O'zini jahondagi tangdoshsiz shaxmat mohiri hisoblaydi. Mushundaq esil shaxmatni biror qo'l o'ynamay qarab o'ltirsa, nima degan afsuslik ish-a? Dedi birdilla shaxmat o'ynag'isi kelib qolgan Eson Bug'axon ko'ranglik bilan. Qani, qaysinglar kelasizlar? Biror qo'l tutishib qo'yayli. Amirlar bir-biriga qarashib qo'yib, jim turib olishdi. Ular shaxmat o'ynagan taqdirdimi hamon yengiladiganligini, xonga yengilib bermasa bo'lmaydiganligini biladi. Shunga hech qaysisiga shaxmat o'ynash xush yoqmagan edi. Amirlarning birarining xon bilan shaxmat o'ynashga turib kelishidan ansirgan Temir Buqibek oldirab eg'iz ochdi. Albatta, hech qaysimiz qiblagoyimizning tangdishi emasmiz, dedi u hijib turib. Ammo qasrimda bir shaxmat mohiri bor. Oliylariga ma'qul kelsa chaqirtay. Bir qo'l tutishib baqsalar. Eson Bug'axon Temir Buqibekning ko'ziga yalt etib qaradi.
turqidan noma'lum shaxmat mohiriga qiziqib qolganligi chiqib turadi. Birer şahmat ustasıga yo'liqib qolgan o'xshamamdilar. Yo'q, savolilari. Uni zinhor usta degili bo'lmas. Ha? Kim o o'zi? Kaminalarining zaifasi. Hayot Gulshanimning nozik chimani. Esim qursin, dedi Sultan Isan Bug'axon peshonasiga birini shapalaqlab. Boshqalardan Amirning shaxmat o'ynashda qaltis mahoratli bir qizi bor deb anglab edim. Qani, darhol boshlab kirsinlar. Temir Buqi Beyning kutayotganimi dal shu edi. U qizi bilan Sultan Isan Bug'axonni shaxmat o'ynash vositasi bilan uchrashtirishni xeylidan beri ko'ngliga pukib kelgan. Va yilqi shaxmatni savdogarlarga buyurtib, alohida keltirgan edi. Ay mehri xonim kirgay, deb to'ladi Temir Buqi Bey eshikka qarab. Temir Buqi Beyning xonga xushomat qilish, ko'nglini o'tish uchun yana qandoq o'yin o'ynamoqchi bo'lganligiga qiziqqan Mirkarim Bardibey qatorliq amirlar darhol eshikka nazarini og'dirishdi. Mehmonxona ichini tasvirligisiz timtoslik qopladi. Uzoq o'tmay eshik tubida g'uncha bo'y bir qiz paydo bo'ldi-da, ikki qo'lini ko'krigiga elib turib, tavozu bilan egilginicha to'rda o'ltirgan Sultan Isan Bug'axonga qarab, nazokat bilan salom berdi. Assalomu alaykum. Janobiy qibligahimizga ehtirom bo'lg'ay. Va alaykum assalom, dedi Isan Bug'axon salomni elib. Amirlar durrida o'rinlaridan turishdi. Sultan Isan Bug'axon ko'zini qizdan uzolmayla qoldi. Nipis silili ro'mol bilan peshonasidan eqib tushgandek ko'rinadigan chiroyli burnining tuvan tarafini to'sib olgan qizning cho'lpon yulduzni eslatadigan ohu ko'zlari har qanday kishining yuragini jig'ildatdi. Bo'si, mumsi va onasi Kuntura xonishdan boshqa har qanday aziz mehmonni o'ltirgan o'rnidan midirlamay kutilishga odatlangan Sultan Isan Bug'axon shu topda ixtiyorsiz o'rnidan turib ketgan. Qizning shundoqla tashlagan bir nigohi bilan hushini yo'qotib qo'ygan edi. Kelsizlar qizim, bu yoqqa o'tsizlar, dedi Temir Buqi Bey qizining bir oz huduqib qolganligini ko'rib. 2-3 yildan beri aysh ishratga o'ptali o'ginib qolgan Sultan Isan Bug'axon onasi Kuntura xonish topgan bir qancha loyiqlarni yaratmay, biror qizga ko'ngli tushmay, texchili uylanmagan edi. Buningdan bir necha oy ilgari Kuntura xonish Temir Buqi Beyning qizini alohida ko'rib ketgan edi. Lekin Sultan Xotun bilan Ulus begi Mir Muhammad Shoh to'sib qo'yganligi uchun Isan Bug'axonga Oymehri xonimning gapini qilmagan. Yepiqliq qozon yepiqliq peti qolgan edi. Qizini Sultan Isan Bug'axonga berib, xonishlik martabasiga erishtirib, o'zining o'rdidagi asosini texmi puxtalashga bel bog'lagan Temir Buqi Bey bugungi mehmondorchilikdan foydalanib, mana mushu shaxmat o'yinini planlab chiqqan edi. Temir Buqi Beyning gapi bilan esini yiqqan Isan Bug'axon ko'zini qizdan tasdi uzdi. Marhaba. Qani yuqori o'tsizlar ay xonim. Oymehri xonimning tulki terisi bilan astarlangan maxmal nimchisining oyog'idan chiqib turadigan atlas ko'ngligi har bir qadam elishiga moslashib yaqinliq silkinatdi. Kiyimlariga chachqan mushk anbar puruqi atrofga xushbo'y hid tarqatdi. Anbar puruqiga bardoshlik berolmagan amirlarning bir nechasi orqama-orqa tushkirvatdi. Isan Bug'axon
ularga norozilik bilan qarab qo'ydi. Xizmatkorlar xonning oldidagi dasturxonni bir chetga qayirib o'tib, chaqqongina bir shirani olib keldi-da, ustiga shaxmatni tizdi. Sulton Esonbug'axon bilan Oymehri xonim shiraning ichki chetidan o'rin elishdi. Shu topda ularni shirali ayirib turadi. Oymehri xonimning ko'zi shaxmatda. Esonbug'axonning ko'zi oldidagi tangdossiz go'zal parida edi. Xonning yurak so'qishi texchil ritmga tushmagan edi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mo'shagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Shaxmatlarga hujum qilib o'ynash haddimiz emas. Mudofaada tura olsaqmi cho'ngan? Atsa, Temur Buqubegning xon oliylariga qiynoqda bo'lib, saltanatni changiliga elib olishiga qarab turamizmi? Kunchi amri bilan ra'iyat o'rtasida da'vosi bor o'xshaydi. Tafsilotini texnik bilgidek bo'lmadim. O'rdaga qaytgandan keyin surishti qilay.